Qur'oni Karimdagi 114 ta suraning bittasi ayollar surasi deb nomlandi. Niso surasi ayollar surasi degan. Erkaklar surasi bormi Qur'onda? Yo'q. Ayollar surasi bor. Erkaklar masalasiga nisbatan ayollarning masalasi ko'proq yoritilgan. Ayollarning haq-huquqi ta'minlab berilgan. Ularning mahr masalasida, meros masalasida barcha haqlari, huquqlari poymol bo'lmagan. Bizning ajdodlarimiz o'tmish tariximizda ayolni qanchalar qadrlagan. Bugun mo'jiza deb e'tirof etilayotgan saroylarni ayol uchun qurdirganlar. Podshohlik darajasida ayol shunchalar ulug'langan. Vafo ramzi, muhabbatning ramzi sifatida ayol uchun saroylar, qasrlar qurdirilgan.